BDT irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi Uyg'urlar haqida amaliy harakatga o'tishga chaqirilgan. BDT kishilik huquq kengashining Janvada o'tkazilgan 6-martdagi yig'inida irqiy qirg'inchilik ham qabih jinoyatlarning oldini olishda dastlabki ogohlantirish signali berishning ahamiyati muzokara qilingan. Yig'inda xalqaro kishilik huquq mulozimati tashkilotining vakili Rafael Vienna David BDT irqiy qirg'inchilikning oldini olish ishxonasidan 2022-yili chiqargan Uyg'ur rayonining kishilik huquq vaziyati haqidagi muhim qarori bo'yicha qanday tadbirlarni qo'llanganligini so'ragan. referring it to the attention of the UN Office on Genocide Prevention and R2P. Deyilayotgan mazkur qaror irqiy kamsitishni tugutish komiteti tarafidan 2022-yili 11-oyda e'lon qilingan bo'lib, u Uyg'ur elining vaziyati to'g'riliq dastlabki signal va jiddiy harakat ogohlantirishi bergan va kishilik huquq oliy komissari ishxonasining shu yili 8-oyda e'lon qilgan Xinjiang dokladini naql keltirgan. Xalqaro kishilik huquq mulozimati tashkiloti yana BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasi tarafidan bayqalgan vahshiyliklarning BDT organlari tarafidan davomli bayqilayotganligini ilgari surgan. Ammo buningga BDT irqiy qirg'inchilikning oldini olish va qo'g'dash mas'uliyati ishxonasining burunqi rahbarligi hech qanday tadbir qo'llanmagan ekan. Yer shari mas'uliyatchanlik bilan qo'g'dash markazining ijroiya direktori Savita Pavinday nurg'un davlatlar G'arbni G'azza masalasida bir taraflımlik qilish bilan tanqid qilmoqda. Ammo Rohingya, Uyg'urlar va Darfurdagi arab bo'lmagan guruhlarga qaratilgan qabih jinoyatlarning taqdak dalili bor bo'lsa-mu, uningga sukut qilmoqda deb ayblagan.